Samoko vashshe zo'r bo'lardi. Sevara. Yo, hozir. Chiroyli qiz ekan, o'zing qarang. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sen qanday go'zal, lazofatli, chiroyli. Yalmog'iz qandaysan? Voy Iblos, yana senmi? Yaxshiyam sendan ketma. Bo'lmasa, ofisant bilan gaplashib yurgan bo'lardim. Qanaqa ishsan? Menimcha salgina adashsiz-ku. Birinchidan, men bu yerni xo'jayiniman. Ikkinchidan, endi ba'zida bir kibrlarim sindirib turish uchun shunaqa ofitsiantlik ham qilib turaman. Ha, yo'q-e. Agar sen hozir ham mana shuna qilib yurganingda, balkim tashqarida turgan qop-qora Malibuda yurgan bo'larmiding? Qarang-a. Shunday qilib qaysi shamol uchirdi sana bu taraflarga? O'zing ham bilasan, akam xud Jizzaxdagi eng yaxshi ovqat tayyorlanadigan joy. Shu yerga kechki ovqatga kelgandim. Bu qaroring to'g'ri. Bu qizga men nomimdan bitta kechki ovqat tayyorlab berasizlar. Xullas, shu desang, shunaqa bizneslar yo'lga qo'yganman. Bu ham oson emas endi. O'g'il, men bu tursakinet bo'ldi. Aslga chiqib kelasanmi? O'zlar o'zi ham bir kibr sindirish uchun edi. Skuterning kaltini olaman. Aytgancha, kelayotgan shot o'zing to'lab qo'yasan. Rozi bo'l.